Futbol tarixidagi eng katta xato: Chelsea qanday qilib dunyoning eng qimmat futbolchisini qo'ldan chiqarganini bilasizmi? Sahifamizga obuna bo'ling va tafsil aytib beraman. Real hujumchisi Kylian Mbappe o'smirlik chog'ida London klubida ko'rikdan o'tgan va Charltonga qarshi bitta o'yinda maydonga tushgan edi. O'shanda ko'klar raqibni 7-0 hisobida tormor etishgan. Chelseaning sobiq skauti Daniel Boganing aytishicha, Kylian o'sha paytda ham mahoratli ekanini isbotlagan. Ammo klub mutasaddilari undan ko'proq narsani, to'p uchun oxirigacha kurashish va himoyaga qaytish talabini qo'yadi. Klub vakillari uning o'yinidagi ushbu kamchilikni yana bir bor tekshirish uchun uni ikkinchi marta ko'rikka chaqirishmoqchi bo'lishadi. Biroq Kylianning onasi Fayza Lamari bunga keskin rad javobini beradi. Yo'q, u boshqa qaytib kelmaydi. U bilan hozir shartnoma imzolang. Bo'lmasa 5 yildan keyin uning ortidan 50 million funt ko'tarib o'zingiz kelasiz degan edi. Klub rahbariyati esa uning o'rniga Dominik Solanke va Temi Abrahamni sotib olishga qaror qildi. Oradan yillar o'tib, onasining bashorati o'zini to'liq oqladi. Faqat bitta farqi, Chelsea Mbappeni 50 million emas, balki 120 million yevroga sotib olish taklifini bildirdi. Xo'sh, siz ushbu voqeani bilarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.